Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan trading va treyderlar haqida sodda va tushunarli tilda gaplashamiz. Trading nima? Tasavvur qiling, siz dollarni arzon paytda olgansiz. Ma'lum vaqtdan so'ng dollar qimmatlashdi va uni almashtirdingiz. Mana shu jarayon ham trading deb ataladi. Jahon valyuta bozori, xomashyo birjalari va moliya bozorlarida valyuta hamda boshqa aktivlar narxi turli iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy omillar sabab doimiy o'zgarib turadi. Aynan shu narx o'zgarishlari moliya bozorida daromad qilish imkonini yaratadi. Ushbu jarayonda aktivlarni arzon narxda sotib olib, qimmat narxda sotish orqali foyda olish mumkin bo'lib, bu faoliyat trading deb ataladi. Trading faoliyati dastlab faqat yirik banklar, moliyaviy institutlar va professional ishtirokchilar uchun mavjud bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan internet va kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi natijasida moliya bozoriga kirish imkoniyati yanada kengaygan. Bugungi kunda ham oddiy insonlar mobil telefonlari orqali trading sohasi bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega. Trader kim? Trader boya aytganimdek birja ishtirokchisi. Trader valyuta bozorlari, aksiyalar, obligatsiyalar, kriptovalyutalar, oltin va neft kabi aktivlarni arzon olib, qimmat sotish orqali narx harakatidan foyda qiladigan inson. Yana bir muhim tushuncha, trader bu tez boyib ketadigan odam emas. Balki pulni risk bilan boshqaradigan, hisob-kitob va tahlilga tayinadigan, sabr va intizom bilan ish qilinadigan kasb. Traderlar qaysi bozorlarda ishlaydi? Traderlar forex, valyuta juftliklari, kripto, bitcoin, ethereum kabi, stock market, kompaniya aksiyalari, gold, neft kabi xomashyo bozorlarida faoliyat ko'rsatadi. Trader qanday daromad topadi? Masalan, deylik, Amerika dollari O'zbekiston so'miga nisbatan $1 12 ming so'mni tashkil qilsa, trader shuni ma'lum bir vaqt ichida dollarning so'mga nisbatini 500 so'mga ko'tarishni taxmin qildi va $1000, ya'ni 12 million so'm hajmida sotib oldi. Va trader taxmin qilgan tahlil o'zini oqladi. Narx 12500 so'mga yetib keldi va trader avval sotib olgan $1000 yana qayta sotib yubordi. Va endi trader uchun yangi narx bo'yicha 12 so'm to'lashadi va bitta bitim orqali 500 ming so'm foyda qildi. O'zbekistondagi traderlar, yangi boshlovchilar taxminan 70%, 80% ni tashkil qilsa, ularni juda ko'p tez boshni xohlaydi. Soxta Telegram kanallar va signal kanallari mentorlarga ishonib, natijada juda ko'p depozitni yo'qotadi. O'rtacha darajadagi traderlar texnik analizni biladi, lekin risk menejmentga to'liq amal qilmaganligi tufayli barqaror foydaga chiqa olmaydi. Yana bir toifa traderlar ham bor. Ular texnik analizni biladi, risk menejmentga to'liq amal qiladi va oz-moz barqaror foydaga ega. Professional traderlar bor, ko'p emas, barqaror daromadga egalari ham bor. Valyuta va moliya bozorlarida ko'plab instrumentlar mavjud bo'lib, ularning narxi turli omillar sabab doimiy o'zgarib turadi. Ushbu o'zgarishlarni oldindan tahlil qilgan holda traderlar kunlar yoki haftalar ichida o'nlab hatto yuzlab bitimlar amalga oshirib, narx tafovutidan daromad olishlari mumkin. Bugungi kunda istalgan odam broker tanlab moliya bozorlarida savdo qilishi mumkin. Keyingi videorolikimizda brokerlar ularni qanday tanlash haqida va ular bizga beradigan takliflar haqida gaplashamiz. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.